Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizdan kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yunusobod rayonida joylashgan Yunusobod Residence 9 qavatli Novostroyka domi 7-qavatida joylashgan 67 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan полный komplektatsiyadagi kvartirani video obzorini qo'yamiz. Territoriyani ko'rinishini ko'ryapsizlar, chiroyli Novostroyka domlar qurilgan va 24 soat qorovullanadigan territoriyada joylashgan, parkovkalardan muammosi yo'q. Videoning davomini kvartiradan davom ettiramiz. Xonadan iborat bo'lgan kvartira mebel va texnikalar o'rnatilgan. Demak, oshxona bilan zal, studiya variant bo'lyapti. Bu joyda podyezddan kirib kelish, podyezddan kirishimiz bilan o'ng tarafda sanuzel bo'lyapti. Uni oldida yotoqxona joylashgan va bu joyda mana ko'rib turganingizdek oshxona. Kuxni garniturlar yasatilgan, texnikalar bilan jihozlangan. Demak, kichikroq balkon qismi ham bor. Bu joyda kotelni joylashtirilgan. Visman brendiga tegishli bo'lgan bu konturli kotel. Bu joyda alohida sterilizator va avtomatikalar o'rnatilgan va bu joyda 6 kilolik kir yuvish mashinasi ham bor. Demak, duxovka, mikrovolnovka, bu joyda vытяжка, plita joylashgan, rakvina va bu joyda xolodilnik berkitilgan holatda. Mebellar orqasiga joylashtirilgan. Demak, bu joyda kuxnya stolovoy bo'lyapti. Va ko'rsatayotgan joyimizda zal, kuxnya bilan zal, studiya variant qilingan. Konditsioner o'rnatilgan, invertor konditsioner Midea brendiga tegishli. Bu joyda kichikroq balkon qismi ham bor. Balkonning razmeri 2 ga 3 razmerda 9 qavatli Novostroyka domi 7-qavatida joylashgan, 67 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan, mebel va texnikalar bilan jihozlangan kvartira bo'lyapti. Bu joyda Pat TV bilan televizor joylashtirilgan, domofon o'rnatilgan. Kvartiraga kirishimiz bilan o'ng tarafda sanuzel joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi sanuzel. Unitazda installyatsiya qilingan, bu joyda rakvina va dushevoy. Yotoqxonani ichiga kirib kelamiz. Yotoqxonani razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3 metrda tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, spalniy kravatlar o'rnatilgan va stroyinli shkafi bor. Demak, bu ko'rsatgan Novostroykamiz 9 qavatli Novostroyka bo'lyapti, 7-qavatda joylashgan. Ikkita xonadan iborat bo'lgan 67 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan, mebel va texnikalar bilan jihozlangan kvartira. Joylashgan manzili Yunusobod rayon, Yunusobod Residence, amerikanskiy posolstvo orientiri. Mana shunaqa holatdagi kvartirani olmoqchi bo'lganlar 99 856 70 80 raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opsiyatsiyaga yozib qo'yamiz.